Sardor har kecha bir xil vaqtda uyg'onardi. Soat 3:17. Birinchi marta bu tasodifdek tuyuldi. Ikkinchi marta ham. Lekin 7-chi kechadan keyin u qo'rqishni boshladi. Uyg'ongan zahoti yuragi siqilib ketardi. Xona jim. Juda jim. Hatto devor soati ham to'xtagandek. Faqat nafas ovozi bor edi. Sardor asta yon tomonga burildi. Bu nafas unga tegishli emas edi. U qimirlamadi. Ko'zini yumdi. Shunda qulog'i yonida pichirlash eshitildi. Sardor! U sakrab turib chiroqni yoqdi. Xona bo'sh. Hech kim yo'q. Telefon yonib turardi. 3:17. Ertasi kuni Sardor kamerani yoqib uxlab qoldi. Agar nimadir bo'lsa, yozib oladi, deb o'yladi. Ertalab videoni ko'rganda qon tomirlari muzlab ketdi. Soat 3:17 da Sardor uyg'onmagan edi. U qimirlamagan. Nafas ham olmagan. Lekin kravat ostidan nimadir chiqdi. Sekin. Qorong'u. U kameraga qaradi va pichirladi. Uyg'onma, Sardor. Yozuv shu yerda tugadi. O'sha kundan beri Sardor hech qachon uyg'onmadi.